Assalomu alaykum jigarlar, hamma yaxshimi? Bugun videoni vobshe dahshatli bo'ladi. Nimaga desalaringiz, pik saytlar uchun men sizlarga ajoyib bir zo'r taktikani tavsiya qilmoqchiman. Taktika do'stlar, asosan uruin ko'tarishga ish beradi. Nima desam do'stlar, bu taktikani tashkil qilishim uchun kecha juda ham ko'p vaqtim ketdi jigarlar, lekin baribir tashkil qildim o'sha taktikani. O'zim где-то 3 soatlar o'ynadim jigarlar o'sha taktikada. Taktika vobshe konkretni ishlab berdi. Bilsalaringiz kerak, men Litepik saytida anchadan beri 5-o'rinda edim. Pashta 6-o'ringa o'tib ketishimga juda ham oz qoldi jigarlar. Juda ham oz qoldi. Men hozir o'sha taktika bo'yicha butun ma'lumotlarni, hamma ma'lumotlarni beraman, o'sha taktikani ko'rsataman jigarlar. Oldin ham aytganman, hozir ham aytaman, taktika 100% hammada ishlamashligi mumkin, lekin albatta o'sha taktikani kimda ishlamagan taqdirda ham o'sha taktikaga ozgina o'zgartirish kiritib, o'zlaringiz boshqacharoq qilib o'ynasalaringiz ham bo'laveradi jigarlar. Mumkin boshqacharoq qilsalaringiz sizlarda ishlaydi. Agar kimda ishlamasa-da do'stlar, lekin ko'pchilikda ishlaydi do'stlar. Xudo xolasa ko'pchilikda ishlaydi albatta taktika. Kecha bu taktikani men juda ham ko'p vaqtim ketgani uchun, bu taktika yaxshi bo'lgani uchun, o'zimga yaxshi foyda bergani uchun men bu taktikani sotmoqchi bo'ldim Telegram kanalimda, lekin do'stlar bu fikrimdan qaytdim to'g'risi, chunki Telegram kanalimga tashlasam taktikani ko'pchilik недовольный bo'lganga o'xshadi. Shuning uchun bir obunachilar maza qilsin deb tekinga video qilyapman jigarlar. O'lsin. Kimda ishlasa taktika boshingizlarga azini mazag'ingizlar deydi-yu. Men videorolikni boshladim, sizlardan paddashga faqat like, podpiska jigarlar, boshqa hech nima kerak emas bizga. Hammaga omad, gazni bosamiz do'stlar. To'xtash yo'q. Jigarlar, mana videoroligimizni boshlaymiz. E'tibor beringizlar, meni uruinimga. Hozir meni uruinim 5-o'rinda, 6-o'ringa o'tishga juda ham kam qoldi. 8% gina qoldi. Xudo xolasa albatta o'taman. Shu taktikada o'ynasam, albatta o'tib ketaman. Yana 1 soat to'xtamay o'ynasam, yo 2 soatmi? Albatta balansda pul kam bo'lsa, ko'p vaqt ketadi jigarlar. Agar balansimizda pul ko'p bo'lsa, 1 soatda o'zida normal urin ko'tarsa bo'ladi-yu. Bilasizlar buni. Xo'p, e'tibor beringizlar, mana kapchataramiz va 12500 ta berdi. Agar 6-o'ringa chiqsak, tak 60,000 litoshidan beradi ekan. Taktikaga keladigan bo'lsak do'stlar, mana taktikani ko'rsataman sizlarga. Games bo'limiga o'tamiz va taktika do'stlar, mana bu Dice o'yinida. Dice o'yiniga kiramiz. Taktika do'stlar, taktikani bilasizlar. Men hozir taktikani ko'rsatgan taqdirimda ham sizlar qanday ko'chirib olasizlar bu taktikani. Shuni e'tiborga olingizlar mana. E'tibor beringizlar, mana galichka turibdi, jigarlar. Galichkani oxiriga o'tkazamiz. Oxiriga o'tkazib turib, keyin sizlar, men hozir taktikani ko'rsataman. Sizlar o'sha taktikaga qarab, mana bu create strategiya deb yozib qo'yibdi do'stlar. Plus create strategiya. O'sha yozuv ustiga bossalaringiz mana bu yerda taktika yaratadigan joy chiqadi jigarlar. Xuddi shu yerdan o'zlaringiz ko'chirib olasizlar. Xuddi shu joyga meni taktikamni ko'chirib olasizlar va ishga tushirib o'ynaysizlar. Hozir qarangizlar mana. Taktikani men yaratib tayyor qilib qo'yganman. Nima deb nomlaganman taktikani nomini jigarlar. Nima deb nomlaganman. Bu taktikani mana taktikaga qo'ydim va endi taktikani ko'rsataman sizlarga. Qarangizlar mana. Mana bu yerga bosaman. E'tibor beringizlar, mana taktikaga diqqat bilan xuddi menikidan qilib ko'chirib olishlaringiz kerak-da taktikani jigarlar. Menikida nima qanday turibdi, hammasini ko'chirib olishlaringiz kerak. E'tibor beringizlar. Xo'p, bitta mana bu joyini ichiga kirib ko'rsataman, qarangizlar mana. Ko'ryapsizlarmi mana? 4-qatorda turibdi. Endi yana pastroqqa tushamiz. Tak. Mana bu yerda ham mana shunisi ko'rinmasa mana kiramiz. Bunisi 3-qatorda turibdi. E'tibor beringizlar shularga. Tak, qolgan joylari menimcha hammasi tushunarli. Oddiygina mana qisqagina cho'tki bo'lib turibdi hammasi. Oxirigacha polностью ko'chirib olasizlar va mana bu oxiridagi save strategiya degan yozuvni bosib saqlanib qilasizlar. Undan keyin esa tamom, mana taktika qo'yildi. Endi o'ynash tartibiga e'tibor beringizlar. Buni qanday o'ynaymiz bu taktikada? Buni bosib qo'ysalaringiz o'zi o'ynab yotadi, lekin qaysi vaqtda to'xtash kerak, qaysi vaqtda yana qanday boshlash kerak, shu joylarni bilmaysizlar jigarlar. Shuning uchun shu joylarni ham o'rgataman, o'ynab ko'rsataman. E'tibor beringizlar. Men balansimda pul kamroq, lekin do'stlar aytib o'tishim kerak. Chunki videoni boshida aytdim, balansda qancha pul bo'lishi kerak bu taktikada o'ynash uchun dedim. Kamida do'stlar, iloji boricha ko'p bo'lsa yaxshi do'stlar, lekin iloji boricha 10 million yoki bo'lmasa 20 million litoshi bo'lsin do'stlar balansda. Hozir menikida kam, lekin baribir kam bo'lsa ham men o'ynab ko'rsataman, ozgina bo'lsa ham do'stlar. Xo'p, balansni mana men balansimga qarab hozir 10 mingdan tikishni boshlayman mana. 10 ming tikaman. 10 ming
litoshidan tikishni boshlaymiz va avtomatik o'yinni boshlaymiz mana. Tamom. O'yin boshlandi deganlar. O'ynayveramiz mana. O'yin ketadi. Mana bu yerda e'tibor beringizlar, biz minusga, plyusga o'tganimiz hammasi ko'rsatilib turadi deganlar shu yerda. Tak что просто так sabr qilamiz do'stlar. Просто так sabr qilamiz. Bu o'zi minus bilan, plyus bilan, minus bilan, plyus bilan, zato bizda o'rinimiz u yoqda tarallamayallo deb ko'tarilyapti deganlar. Lekin albatta bu kam tikib o'ynaganimizdan keyin do'stlar, men hozir 10 mingdan tikib o'ynayapman-ku do'stlar. Iloji boricha ko'proq o'ynashimiz kerak-da. Masalan, hozir mana u minusga ketyapti. Masalan, hozir 114, 120 ming pashti minusga ketyapti. Просто так sabr qilamiz do'stlar. Bu orqaga qaytish kerak do'stlar. Bu orqaga qaytish kerak albatta. Просто так sabr qilamiz, tamom, kutamiz. Так что mana orqaga qaytadi albatta. Orqaga qaytganda iloji boricha biz vaqtida to'xtatamiz и yana boshidan boshlaymiz. Ya'ni yana boshqatdan o'yinni boshlashimiz kerak. Chunki bu yerda mana bu summa asta-sekinlik bilan ko'tarilib ketyapti deganlar. Shunisiga e'tibor berishimiz kerak. Bu summa juda ham ko'tarilib ketsa, agar to'xtatib yana boshqatdan 10 mingdan tikib o'ynashimiz kerak-da, agar juda ham ko'tarilib ketsa. Lekin hozircha normal, chunki uncha ko'tarilib ketgan yo'q. Hozircha 24 414. Tak. Просто так sabr qilib kuzatib turamiz o'yinni. Vaziyatga qarab o'ynaymiz. Tak что hozircha biz minusdamiz. Xo'p. Bu do'stlar, kecha men o'ynaganimda daji mana bu minus 7 million 8 million litoshiga minusga ham kirib ketdi deganlar. Yana orqaga qaytdi. Chunki nima desam, chunki bu yerda mana bu summa taktika shunday yaratilganki, mana bu yerda qanchadir o'ynaganda qanchadir foiz ko'tarilib ketyapti do'stlar bu yerda. Shuni hisobiga bu orada bir yashilda ko'p qolib ketsa, bu mana bu minus yana plyusga ham o'tib ketadi deganlar. Biz agar eplagan bu taktikani yana ozgina o'zgartirish kirsalaringiz mumkin, bu taktika pul ishlashga ham ishlab berishi mumkin deganlar. Pul ishlashga ham, o'rin ko'tarishga pul ishlashga ham ishlab berishi mumkin. Hozir e'tibor beringizlar, biz normal minusga ketgan edik. Hozir balansimiz yana orqaga asta-sekinlik bilan qaytyapti deganlar. Tak, просто так sabr qilamiz. Tak, sabr qilamiz. Sabr qilib kuzatib turamiz o'yinni do'stlar. O'yin qanday ketyapti. Tak, hozircha mana 10 mingdan boshlagan edik. O'zi avtomatik 30.517 ga ko'tarilib ketdi deganlar. Tak, shunchadan tikib o'ynayapti. Просто так bu yerda e'tibor berib turishimiz kerak, чтобы internetimiz podvald qilmash kerak deganlar. Agar internetimiz podvald qilsa, bu yaxshi emas deganlar. Tak, hozircha unchalik ko'p minusda emasmiz. E'tibor beringizlar, o'sha minus kamayyapti mana, e'tibor beringizlar. Minus orqaga qaytyapti o'sha. O, normal hozircha. Agar pashti 0.0 yoki bo'lmasa plyusga o'tganda to'xtatib yana boshqatdan o'ynasak ham bo'ladi. Tak, iloji boricha balansingizda pul kam bo'lsa do'stlar, yo bo'lmasa kamdan tikib o'ynangizlar yoki bo'lmasa balansga pul qo'yib turib, keyin menga o'xshab 10 mingdan tikib o'ynangizlar yoki bo'lmasa 20 mingdan boshlangizlar. Farq yo'q. Lekin mana bu ham juda ham ko'tarilib ketmash kerak. Juda ham ko'tarilib ketsa yoki bo'lmasa mana bu o'zi plyus minus bo'lsa, o'zi bir to'xtab turib yana boshqatdan boshlashimiz kerak-da deganlar. Tak, hozircha ko'rib turibsizlar, plyus bilan minus bo'ladi. Hozircha o'ynab turibdi. Bu albatta iloji boricha kutib turishimiz kerak, чтобы plyusga o'tishini. Yo plyusga o'tsin, yo bo'lmasa 0.0 bo'lsin, hech bo'lmaganda biz minusga ketmashimiz kerak. Lekin bizda o'rinimiz normalda ko'tarilgani plyus bo'lish kerak-da bizga. Просто так kutaman do'stlar, sabr qilaman men. Просто так sizlar ham kuzatib turingizlar, чтобы nima deydi? O'yin qanday davom etadi va qaysi vaqtda men to'xtayman, qaysi vaqtda men boshqatdan boshlayman yana o'yinni, qanday boshlayman boshqatdan. Shularga e'tibor beringlar jigarlar. Video ozgina cho'ziladiganga o'xshaydi, chunki bu hozircha plyusga o'tmayapti do'stlar, hozircha faqat minusga ketyapti. Tak, bir harakat qilib plyusga o'tib olganda zo'r bo'lardi. Men joyida to'xtatardim va yana boshqatdan 0 dan 10 tikib boshlardim, ya'ni 10 ming tikib boshlardim. Hozir bu 74 ga ko'tarilib ketdi, qarangizlar.
74 mingdan tikib o'ynayapti hozir. Agar meni balansimdagi pul yetmay qolsa hozir men minusga ketib qolishim ham mumkin-da. Minusga ketmaslik uchun albatta balansda pul ko'p bo'lishi kerak-da jigarlarim. Balansda pul ko'p bo'lsa, bu narsa balansda pul ko'p bo'lsa agar bu hozir minusga ketadi, lekin mana bu yerdagi summa ko'tarilgani hisobiga biz yana plyusga o'tib ketishi ham mumkin-da bu balans. Так что mayli ozgina sabr qilamiz. 1 million minusga ketdik biz. 1 million litoshi minusga ketdik. Bu degani $1 ham emas-da endi. Masalan, 90 sentmi, 90 sentlar minusdamiz hozir biz. Taji $1 ham minusda emasmiz hozir. Tak, hozircha bu minusga ketyapti jigarlar. Plyusga ketish uchun aytyapman-ku, balansda iloji boricha ko'proq pul bilan o'ynangizlar-da. Hozir men prosta tak sizlarga ko'rsatib berish uchun balansimda pul kam bo'lsa ham o'ynadim. Atak urinimiz ko'tarilyapti. Prosta tak bu yerda ozgina Litecoin minusga ketyapmiz-da biz. $2 $2dan ko'proq pulga teng bo'lgan Litecoin kriptovalyutasi bor edi balansimizda. Lekin ko'rib turganingizdek, balansimыздagi pul kamlik qildi. Biz minusdan chiqib plyusga o'tishga uspet qilmadik jigarlar. Tak. Menimcha men balansim kam edi jigarlar. Где-то 5000 dan yoki bo'lmasa 1000 dan tikib boshlashim kerakmidi, qanaqa edi-da. Davay, yana ozgina o'ynaymiz. Video cho'zilib ketsa ham ozgina o'ynaymiz desizlar. Ko'rdilaringiz, men balansimdagi pul yetmay orqaga qaytishga to'g'ri keldi. Sizlar shuni hisobga olgan holda o'ynaysizlar degan umiddaman jigarlar. Tak. Prosta tak kecha bu taktikada men normalniy plyusga ham chiqib olgan edim. Tak işte mana balansimdagi pul yetmagani uchun o'yin o'zi avtomatik to'xtadi jigarlar. Tak. Prosta tak jigarlar taktikani ko'rib oldilaringiz deb o'ylayman. Agar do'stlar kimda minus ko'p bo'lib ketaversa, plyusga hech o'tmasa agar, uni ham iloji bor do'stlar. Mana bu yerlarda o'zgartirish kiritish kerak. Ozgina o'zgartirish kiritish kerak-da bir xil joylarga. Masalan, mana 3 ni 2 qo'yish kerak. Yoki bo'lmasa mana 2 ni 3 qilib qo'yingizlar. Ish qilib shu o'zlaringiz taktikaga iloji boricha o'zgartirish kiritib o'ynab ko'ringizlar. Chunki bitta yarimtada ishlab turib, yana bitta yarimtada ishlamasligi ham mumkin-da jigarlar. Shuni hisobiga qarangizlar-da jigarlar, shuni hisobga olib o'ynangizlar. Tak что keyin nima? Shu-da jigarlar, bugungi videorolik. To'g'risi balansimda pul kam bo'lsa men o'ynaganday bo'lmayman jigarlar. Mana e'tibor berganingizdek, men video boshida ham aytdim, balansda iloji boricha ko'proq pul bo'lsa yaxshi deb. Shuni hisobga olib o'ynash kerak. Kecha men balansimda ko'p edi do'stlar. Где-то 20 millionga yaqin bor edi-da. U degani $20 ga yaqin pul bo'ladi deganda. Lekin o'sha taktika bilan men minusga ketmagan edim. Umuman pashti minusga ketmagan edim, lekin o'sha balansimda ozgina ko'tarib qo'yay deb oxirida taktikaga ozgina o'zgartirish kiritib o'ynagan edim. O'sha minus ko'p ketib qoldi meni. Tak что bugun ham mana kam summa bilan o'ynadim, minus ko'p ketib qoldi. Tak что shunaqa gaplar jigarlar. Tak. Hozircha 92% soatlab o'ynash kerak-da. Kam tikib o'ynagandan keyin soatlab o'ynash kerak do'stlar. Shu do'stlar, bugungi videorolik shundan iborat edi. Like bosib, podpishka qilib qo'ysalaringiz jigarlar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha yana taktikalar tashkil qilib, albatta qo'ldan kelgancha videorolik qilishga harakat qilaman. Hammaga omad do'stlar, sog' bo'linglar. Jigarlar, mana hozir taktikada Tompix saytida o'ynab ko'ramiz. Tak, balansimizga e'tibor berib turasizlar, ozgina ishlab ko'rsataman. Tak что ketdi mana. Plyusga o'tganda tars to'xtatib turib boshqatdan boshlashimiz kerak o'yinda jigarlar. Hozir bu minus ko'p ketib qoldi вообще. Chunki plyus bo'lmayapti jigarlar. Plyus
Yashilga ko'p tushmayapti. Yashilga ko'proq tushsa bu plyusga o'tib oladi hozir shoshib. Tak, bo'lay, plyusga o'tmir. Mana ketdi. baribir uspet qilmadim to'xtatishga, chunki bu ko'p tik bo'lyapti вообще. Tak, boshqatdan boshlaymiz o'yinni. Plyusga o'tganda to'xtatishimiz kerak jigarlar. Tak, plyusga o'tganda to'xtatamiz. Xo'p, sabr qilamiz. Plyusga o'tishini kutamiz. Plyusga o'tdi. Tak, uspet qilmadim to'xtatishga, yana boshqatdan o'ynaveramiz. Tak, juda ham tez ko'tarilib ketyapti. Tak, что balansimizni ko'rgan bo'lsalaringiz kerak boshida qanchaligini. Hozir biz minusdamiz, lekin vaqtida to'xtatib, vaqtida o'ynash kerak-da jigarlar. Shuning uchun biz minusga ketib qolishimiz mumkin-da. Vaqtida to'xtamasak agar. Mana ketishini qarasin do'stlar, faqat minus bo'lyapti. Plyusga o'tganda to'xtatishimiz kerak. E'tibor beringizlar, mana to'xtatdim men, uspet qildim to'xtatishga va 0.57 plyusda to'xtadik. Yana ozgina o'ynaymiz. Tak. Tak, vaqtida to'xtatdim menimcha. Plyusga o'tganda to'xtatish kerak. Chunki internet qotib ishlagani uchun bu hozir tez o'ynab ketyapti orada bir. Chunki internet qotib qolyapti orada. Hozir plyus deydi. Mana plyus. Tak, yana o'ynaymiz ozgina va vaqtida to'xtashni bilishimiz kerak. O'shanda biz plyusda bo'lamiz jigarlar. Vaqtida stopni bosish kerak-da mana. Normal bo'ldi, normal. Yana ozgina o'ynaymiz. Tak, yana 14 plyus. Yana o'ynaymiz ozgina. Tak, bo'lay. Plyusga o'tgandan to'xtatamiz. Uspet qilmadim, mayli. Yana ozgina o'ynaymiz, plyusga o'tgandan to'xtaymiz. Yana uspet qilmadim. Tak. O'yinning ketishiga men qanday o'ynayapman do'stlar, shularni kuzatib o'rganib olingizlar iloji boricha. Tak, ketdi o'yin. Normal vaqtida to'xtadim. Hozir balansimizni mayda-mayda qaytarib olamiz, xudo xolasa jigarlar. Plyusga ham o'tkazib qo'yamiz ozgina harakatni qilib iloji boricha. Tak, bo'lay. Normal deydi jigarlar. Vaqtida to'xtatdim menimcha. Tak, yana ozgina o'ynaymiz, plyusda to'xtatamiz. Faqatgina plyusga o'tganda stopni sirazi bosamiz, tamom. Sirazi stopni bosamiz. Hozir yaxshi ketyapti o'yin. O'yin hozircha yaxshi ketyapti jigarlar. Mana xudo xolasa pashti balansimizni qaytarib qo'ydik joyiga. Tak, 11 tadan o'tdi ham mana. Где-то 12 ta 13 ta qilib qo'ysak bugunga yetar edi. Harakatni qilib o'tkazib qo'ysak ham bo'lar edi. Mayda-mayda yaxshi ketyapti hozircha, plyus bo'lyapti. Tak, to'xtaymiz mana. Tak, yana ozgina o'ynaymiz, plyusdaligimizni to'xtatamiz. Hozir yaxshi ketyapti jigarlar, to'g'rimi? 11:42 bo'ldi. Tak, 11:42. 11:52 bo'ldi jum. Hozircha yaxshi beryapti. Vaqtida to'xtatyapman, uspet qilyapman nimadaligida. Plyusdaligida sirazi stopni bosish kerak-da do'stlar. Plyusdaligida. Minusdaligida emas, plyusdaligida stopni bosishimiz kerak. Tak, mana plyus. O'yinni davom ettiramiz. Plyusda to'xtataveramiz jigarlar. Tak. Menimcha yaxshi ketyapti hozircha, ko'z tegmasin, faqat plyus bo'lyapti. Plyusda to'xtatyapmiz faqat. Так что
Yaxshi. Davay, peleskotni to'xtatamiz. Hademay biz nimaga chiqib olamiz egalar? 12 taga chiqib olamiz. Balansimizni 12 taga ko'tarib olamiz hademay. Tak. Hozircha yaxshi. Stop video. Tak. Stopni bosamiz yana. Pashti yetdik egalar. Ozgina vaqtimiz ketdi, lekin pashta bizni balansimiz 12 taga yetib qo'ydi egalar. 12 taga yetib qo'ydi pashta. Mana 12 taga yetdi ham. Tak, endi 13 taga harakat qilamiz egalar. Tak, 13 taga harakat qilamiz. Tak, agar minus ko'p ketib qolmasa, o, normal. Tak, işte mana bu 68 ni yana 60 lardan boshlaylik-da где-то. 60 lardan boshlaymiz. Ketdi jigarlar. Tak. Peleskotsa stopni bosamiz. Peleskotda stopni bosdim, ko'rdingizmi? 12:33 bo'ldi уже. Xudo xolasa mayda qaytarib qo'yamiz do'stlar balansimizni. Mayda harakat qilib qaytaramiz do'stlar. Shoshilmaymiz. Stop. Ko'rdingizmi? 19 plus bo'lganda stopni bosdim. Tak, yana boshqatdan boshlaymiz. Ketyapti yaxshi. Stop. Bu 7 plus 12:60 bo'ldi jigarlar. Balansimizga e'tibor berib turingizlar. Stop. Va normal. Hozircha vapshi yaxshi ketyapti, ko'z tegmasin. Vapshi yomon ketyapti. Hozir biz mayda 13 ga ham yetib qo'yamiz, xudo xolasa mayda. Tak, 13 ga yetishimiz kerak, lekin yetmasak bo'lmaydi. Chunki bugungi plan to'ladi. 13 ga yetib qo'ysak. 13. Davay. Peleskot to'xtayman. Pelus to'xtadim do'stlar. O, молодец. Juda ham kam qoldi jigarlar. Tak, yana bosamiz o'yinda. Pelusga o'tgandan stopni sraz bosishimiz kerak jigarlar. Mana. Tak, yana internet qotishni boshladi ozgina. Stopni bosamiz. Plus 5. O, 12:95 bo'ldi jigarlar. E'tibor beringizlar balansimizga. 13 taga yetkazib to'xtatamiz o'yinni do'stlar. Nafs titish kerak jigarlar. Chunki 11:30 edi. 11:30 bo'lgan bo'lsa, biz 13 ga yetkazib qo'ydik. Mana to'xtatamiz. 13 ga yetkazib qo'ydik. Buni sababi nima? Chunki buni sababi emas, biz qancha pelusdamiz. Biz hozir tak 11:30 bo'lsa, 11:24 midi, qancha ham yetdi? 25 midi. 11:30 ham deyik. Tak 12:13. 1,5 tadan ziyodroq pelusdamizda biz jigarlar. 1,5 tadan ziyodroq degani, bu degani $5 yoki bo'lmasa $5 ko'p pul ishladim degani jigarlar. Chunki bilasizlar, hozirgi narxi, bitta ton narxi hozirgi narxi 3,5 dan ziyod, $3,5 ziyodroq do'stlar. Shuni hisob qo'ygan holda $5 ziyodroq pul ishladim deb o'ylayman. Taksto jigarlar, mana ko'rdlaringiz, ton piskda ham ishlab beryapti normalni. Taji pelusga ishlab beryapti. Ham o'rin ko'tarishga, ham pelusga ham ishlab beryapti jigarlar. Endi nima deydi? Bu taktika hamma saytda har xil ishlaydi jigarlar. Tron piskda ham boshqacha ishlayapti masalan. Mana bu ton piskda ham boshqacha ishladi, hozir ko'rdilaringiz masalan. Litepsda minus ko'p ketib qolgan bilan ton piskda peluska yurib berdi. Короче, jigarlar, menimcha video yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Endi o'zlaringiz bilasizlar nima qilishni, o'ylab ko'rib gazni bosaverasizlar. Bu majburiy emas jigarlar, o'zlaringiz bilasizlar. Like, podpiska bosib, bizni xursand qilib qo'ysalaringiz bo'ldi. Biz sizlar uchun albatta harakatdamiz jigarlar. Xudo xolasa qo'ldan kelsa taktikalarni tashkil qilib video qilishga harakat qilib turamiz jigarlar.